Azizlar, Hadichaxonda operatsiyasining eng og'ir jarayoniga yetib keldik. O'zbekistondan Turkiyaga kelganimizga bir necha kun bo'lgan bo'lsa, nafaqat biz millionlab insonlar Hadichaxonda operatsiya bo'lishini kutishmoqda. Azizlar, bugun 9-oktyabr, Anqarada soat adashmasam ertalabki kunduzgi 11. Hozir eng og'ir jarayoniga olib kirib ketishdi. Ya'ni boshdan orqasidan peshonagacha bo'lgan o'sha katalashib ketgan shishni olib tashlash bo'ladi birinchi etap. Operatsiya taxminan 9 soat, 10 soat davom etar ekan, balki bundan ko'proq. Shu kungacha azizlar, Ehson tomonlama juda ko'p yordam qildinglar, alhamdulillah. Endilikda faqatgina duo yo'li bilan qutqaramiz qizimizni. Bir inson duo qilsa qayerda, millionlab insonlar duo qilsa qayerda. Azizlar, ozroq kaftingizni duoga oching. Qizimizni duo qiling. Duoda bo'linglar, yaxshilar. Hammalaring Hadichaxonni shifo topish uchun kimki qandayki o'zini yordamini ko'rsatgan bo'lsa, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Hadichaxonni shifo topishiga, komil shifo topishiga sabab bo'linglar, Allohim.